Imtiyoz. Mo'ljallangan yo'nalishda boshqa yo'l harakati qatnashchilariga nisbatan oldin harakatlanish huquqi. Harakatlanish jarayonida haydovchilarning bir-biriga yoki piyodalar bilan o'zaro ta'sir qilishlariga to'g'ri keladi. Yo'l harakati qatnashchilaridan hech biriga harakatlanish taqiqlanmagan hollarda ularning harakatlanish yo'nalishlari kesishadigan bo'lsa, ixtilofli vaziyat kelib chiqishi mumkin. Bunday vaziyatlar qayta tizilishda transport vositalari harakatlanish yo'nalishlarini o'zgartirishida, chorrahalarni kesib o'tishda, yo'llarning ayrim qismlarida va shunga o'xshashlarda bo'lishi mumkin. Ixtilofli vaziyatning falokatli holatga olib borishini istisno qilish uchun qoidalarda ikkita o'zaro bog'langan atamalar joriy qilingan. Imtiyoz va yo'l berish. Oldin o'tish huquqi 2-1, 2-3-1, 2-3-2, 2-3-3, 2-7 va 5-1 belgilari bilan transport vositalarining maxsus tovushli va yorug'lik ishoralari, svetofor va tartibga soluvchining ishoralari transport vositalarining qatnov qismida o'zaro joylashishi bilan aniqlanadi.